oilamizni bahor qilsin. Mehr va diyor. Assalomu alaykum yoshlar, bormisiz, omonmisiz? Mehrli nigohingizni biz tomon qaratar ekansiz. Ayni daqiqalarda Kattaqo'rg'on tumani Hayvar ko'chasi 71-xonadondamiz. Demak, bu xonadonning sohibasi qirolicha onamiz Shahribonu opamizni 54 bahorlari bilan opasi bor nona sekta bo'ladi iborasi bilan Nodiraxon opacholari hamda akacholari Nuriddin akamiz va barcha yaqinlarning tabrigini yetkazishga oshiqayapmiz. Bilasiz, bugun boshqa chiroyli kunda ayni 24-aprel sanasi sizinglar bedirishib turganimizdan benihoya mamnunmiz. Asosiysi opamiz buni bilmaydilar. Kutilmaganda ularni xursand qilib, quvonchlariga quvonch qo'shib, qalblariga oz bo'lsa-da xursandchilik ulashish maqsadimiz bor. Shunday ekan kuzatishda davom eting va biz bilan birga qoling. Asosiysi videoni so'ngiga qadar tomosha qilib, like tugmachasini bosishni unutmang. O'zingizni ehtiyot qiling. Buyurtmak. Shirasiz ko'piyroq ko'p xush kalomlarga salom so'zi bardamorak. Assalomu alaykum mehribonlarim. Shirasiz lutfida gavhar qo'llarim bizni kutgan, kutmaganlar, mehrini yo'limizga tutgan barcha qadrbaland aziz qadrdonlarimiz. Barchalaringizga bugungi kun shukuhi muborak bo'lsin. Qariki 24-aprel sanasi yurtimiz bo'ylab o'z shukrona kunini qarshi olib turgan barcha yurtdoshlarimizni chin dildan muborakbod ekanmiz. Kechamiz asl qahramoni qirolichasi xonadoni foizi ko'rki Nuridiyda jannatiga aylangan Shahribonu onajonimizni, Shahribonu opamizni 54 bahorlar bilan chin dildan muborakbod etamiz. Ularni bugun izlab mehrimiz bilan yuklab kelganmiz. Agar mumkin bo'lsa, guldiroz va davomiy qarsagiylar sadosida qirolicha onamizni davramizga taklif qilamiz. Shahribonu onajonimizni davramizga kutib qoldik. Davramiz foizi qochmasa mumkin bo'lsa, guldiroz va davomiy olqishlar sadosida qirolicha onamizni davramizga taklif. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugungi shukuhli oilalar muborak bo'lsin. Tilagimiz o'chmasin yongan chiroqingiz. Hamisha porlasin chashma chirog'ingiz. Va agar chinor bo'lsangiz, chinorda yashang, bevaqt uzilmasin biror bir yaprog'ingiz. Shahribonu opa, 54 bahoringiz muborak bo'lsin. Qalbingiz har doim xursandchiliklarga ilinib to'lsin. Surprizlar kutganmidingiz? Kutgandingiz. Bugungi shukuhli oilalar muborak bo'lsin. Ayni daqiqalarda Nodiraxon opamning tabriklarini va barcha yaqinlarga tashakkur hamda ehtiromlarni qabul aylaysiz. Mumkin bo'lsa, fotogраф qarsiylarni qarslatib qo'yinglar. Opamiz umri uzun bo'lsin. Yaratgan Allohimdan bular uchun faqat ezgulik va samimiyatlarni so'rab kelganmiz. Ayollarimiz, onalarimiz Alloh karomidan kam qilmasin. Qo'shib qo'yishlaringiz mumkin. Suvsiz sahroni hech sahroga bo'lmas, suvsiz daryoni hech daryoga bo'lmas. Suvsiz sahroni hech sahroga bo'lmas, suvsiz daryoni hech daryoga bo'lmas. Dunyo ayol bilan davomli totli, ayolsiz dunyoni dunyo
degani bu gapsiz ko'ngildir. Ayol aziz ona, opa singildir. Ayol degani bu gapsiz ko'ngildir. Ayol aziz ona, opa singildir. Degani bu yo'q mazildir. Ayol aziz ona, opa singildir. Ayol degani bu baxt to'la guldir. Ayol aziz ona, opa singildir. Ayol degani bu baxt to'la guldir. Ayol aziz ona, opa singildir. Agar mumkin bo'lsa, bu tug'ildiroq konsertlarni qirolicha onamizga asr qiling. Rahmat, umrjoningiz uzun bo'lsin. Shohribon opa, bugungi 1.55 bahoringiz. Yarim asrdan oshiq vaqtni, yashash vaqtini Allohim berdi. Shukronalar bo'lsin. Shukrona kuningiz qutlug' bo'lsin. Tilagimiz o'chmasin. Yongan chiroqingiz hamisha porlasin, chashma chiroqingiz. Agar chinor bo'lsangiz, chinorda yashang. O'chiryapmiz. Yaprog'ingiz yaratgan sizni suysin, erkalasin. Xuddi farzandlaringiz, yaqinlaringiz sizni suyganday, erkalaganday. Shohribon opa, bugun barcha ezguliklarni, samimiyat guldastasini yaqinlarning nomidan, jigarlarning nomidan, shaxsan Nadiraxon opamizning nomidan tabriklab kelganmiz. Ularning sizga bo'lgan muhabbatlari bor. Hech kim menga bera olmas ozor. Qiymatimni qila olmagay xor, qo'rqmagayman hech qanday darddan. Ishonganim, jigarlarim bor dedilar. Bilasiz, bu dunyoda opasi bor insonni onasi ikkita bo'lar ekan. Opasi bor insonga hurmat bu dunyo. Singlisi bor insonga izzat bu dunyo. Gar opani, singilni bersa Allohim, bilingki, shu insonlarga jannat bu dunyo. Jannatimsiz. Bir ota, bir onani qornidan talashib tushganmiz. Tomirda qonimiz, tikon qilsa jonimiz bir. Bitta jonimiz, bitta qonimiz. Siz suyukli, mehribon jigarimsiz degan barcha jigarlaringiz bo'ladi. Keliki, barcha ezguliklarni sizga yo'llar ekanmiz. Qanam qutlug' aziz mehmonjonlarni, bu mening onam ko'rsatuv ijodkorlarini va barcha aqrabo jigarlarni maqsadimiz, mutloyimiz bitta. Ilohim sog'likni taxti, dunyoni baxtini sizga bersin. Yaratgan shifoi komilini bersin. Ko'zingiz ko'rishdan, oyoqlar yurishdan, qalbingiz urishdan tormasin. Ayni bugun jigarlaringizni, akajoningizni, opajoningiz, barcha yaqinlarning nomidan ushbu shirin satrlarni sizga o'qib eshittirgim keldi. Ijozat bersangiz, kiriki barcha qalbdagi dil istaklari ushbu she'rda go'yo mujassam bo'lgan. Qalbimning nuri, chirog'imsan. Ishonganim tayanchim, ham rohatim onam deysan. Borligingga ming shukr singlim. Jonga malham kulgularing,
Sonib ketsin qayg'ularing. Toshib turar mehrim mening borligingga ming shukr singlim. Kulib tursang mehring sochib, ibodatda qo'ling ochib, namozlarda nuring sochib, borligingga ming shukr singlim. Tashvishlarda qolganda zor, jonga yetsa turli azor. Yonimdasan sen darmonim, borligingga ming shukr singlim. Yaratgan Allohim amon qilsin sirdoshimni. Mayli unga olib bersin bardoshimni. Iltimosim, iltijoyim oqizmasin ko'zdan hech ko'z yoshini. Borligingga ming shukr singlim. Singillarni eng sarisi sengacha. Tirgaksan yurgan yo'limga, o'rnaksan har bir ishimga. Yaxshi kunda, yomon kunimda menga judayam keraksan. Yaratgandan so'rayman takror va takror. Tilagim o'chmasin yongan chirog'ing. Hamisha porlasin chashma chirog'ing. Agar chinor bo'lsang, chinordek yasha. Bevaqt uzilmasin biror bir yaprog'ing. Qalbingga xotirjamlikni, xonadonimizga qut barokatni o'tib ketgan ota, onajonimizni yotgan joylari shoxsidek jannatlardan bo'lishini. Ularning ruhlari davrimizni kezib turibdi. Ularni umrini senga qo'shib bersin. Oxiratlari obod bo'lsin. Seni judayam yaxshi ko'ramiz. Senga jonim degan bugun barcha yaqinlaringiz biladi. Agar mumkin bo'lsa, shu dilnomalar nashriga bitta guldiroz qarsiylarni aylansin. Bugun mana shu xonadonni foizga barakatga to'ldirgan, sahardan shomga qadar duolar qilib, yaqinlarni shuniga duo qilib bilaklari tolmagan Shohribonu opamizni 55 bahorlari muborak bo'lsin. Alloh ularni suysin, erkalasin. Xuddi yaqinlari suyganday, erkalaganday. Bir kam 55 ekan, ming bor uzr so'raymiz. Bir yoshni qo'shib berdik. Alloh barakasini beraversin. Payg'ambar yoshlarga yetsinlar. Inshaalloh payg'ambarga ummat bo'lsinlar. Ummatlari qatoridan bo'lsinlar. Solihiy bandalari, jannatiy bandalar qatoridan bo'lsinlar. Allohni suygan bandalari qatoridan bo'lsinlar. Yaratganlar faqat jamiki ezguliklarni tilab qolamiz. Kelinki yuksak ehtirom bilan oiladigan buyuk saltanat, buyuk Qirg'onning ustuni bo'lgan Dadajon, onajonlardan qolgan yodgorlari, siyosat tog', ishongan sardoshlari, dildoshlari bor. Shunday davrimiz badiiy markaziga Nadiraxon opamizni, Nuriddinjon akamizni taklif qilamiz. Ushbu sulolaning eng katta buyuk vakillari. Qarsiylarni qarsat qo'ying. Siz, kızım bana yollayın. Aynen çekilsizler. Obujonim bugun xursandchilik kun, lekin ko'zlaringizdan yoshlar chiqdi. Bilaman, bu baxt yoshlari, sevinch yoshlari bo'lsa, ajab emas. Hech qachon qalbingiz ham chaqnab turgan ko'zlaringiz nam bo'lmasin deya niyatlar bildiramiz. Ana endi mana shu sizga tirgak bo'lgan, o'rnak bo'lgan har bir kuningizda, yaxshi kunda, yomon kuningizda jigarim deya suya bilgan inson Nuriddinjon akamizga mikrofonni qo'lini tutamiz. Bitta guldiroz qarsiylarni qasdab qo'ying. Avvalambor assalomu alaykum hammalarga. Xush keldinglar. Mana singlimizni bo'lgan kunlar ekan, yuzlay kirsin. Yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Ham shiri bo'lib yuraylik. Yaxshi kunlar. Sog' salomat bo'lsin.
Katta rahmat, to'g'richoningiz uzun bo'lsin. Asli bizda tashkiliy ishlarimizda bosh-u qosh bo'lgan va qalbidagi muhabbatni, sizga bo'lgan barcha iliq so'zlarni biz orqali yetkazishga qaror qilgan Nodiraxon opamizdan ham Alloh o'zi rizolar bo'lsin. Opajonim, ikki dunyoning saodatiga erishib yuringlar. Yaratgan Allohim muqaddas qadaminglarni buyuk Ka'baga yetkazsin. Hojilik maqomlari bilan Alloh siylasin. Otalarimiz Hoji Ota, Hoji Akbar bo'lganda, onajonlarimiz Hojona, Hoji Anbar bo'lganda yaxshi kunlarda xizmatda bo'lish, saodatli kunlarda hamnafas bo'lish birgalikda nasib etsin. Marhamat, jamiki ezguliklarni sevgi joyiga bildirib qo'yasiz. Avvalambor hammalar xush kelibsizlar. Mana bugun singlimni tug'ilgan kunlari ekan. Xudoyim yana umr bersin, iloyim sog' omon bo'lsin, baxtimiz bilan. Faqat yaxshi kunlarni tilayman. Hammalarga rahmat deyman. Şimdi bag'ringizga bosib qo'ying, sevgi joyingiz. To'g'richoningiz uzun bo'lsin. Bo'ladi. Ana endi Shohribon opa, siz uchun hozir yana chiroyli bir sovg'alarimiz bor. Mehr guldastalarini topshirdik, ajoyib hadyalarni topshirdik. Endi esa bir sovg'amiz bor. Uning ko'rinishidek hayotingiz go'zal, ta'miday shirin bo'lsin deya niyat qilib, siz uchun shirinliklarni tortiq qilamiz. Demak, Gulduros qasiylar sadosida shirinliklarni taqdim etamiz. Sehrli chiroylarni yoqamiz, yigitlarimiz yordamlashadi. Shoshmay turing. Shirinlikni sehrli chiroyni o'chirasiz, toki 100 yoshlarga yetganingizda ham barcha yaqinlar sizni shirinlik bilan siylasin. Sürpriz yoqdimi? Ilohim mana shu xursandchilik sizni hech qachon tark etmasin. Keling endi bir shirin tabassum qiling. Biz siz uchun eng go'zal taronani tayyorlab kelganmiz. Jigarlar bilan davramiz fayziga fayz kirgizib o'ynaylik. Marhamat. Birgalikda jigarlarni davraga taklif qilamiz. Yaxshi yomon kunlarimda yonimda siz hayotimning quvonchi deganlarim yelkangizga ko'tardingiz g'amlarimni bitta to'ldirdingiz kamlarimni omadlarga tutashtirgan yo'llarimni hayotimning quvonchi deganlarim deganlarim mening deganlarim Jigarlarim
muhabbatlari bardavom bo'lsin. Ko'z tegmasin oilamizga, ko'z tegmasin qo'shnilarimizga, shodiyona bayramimizga. Ko'z tegmasin oilamizga, ko'z tegmasin oilamizga, ko'z tegmasin qo'shnilarimizga, shodiyona bayramimizga. Ko'z tegmasin oilamizga. Shodiyona bayramimizga, ko'z tegmasin oilamizga, shodiyona bayramimizga, ko'z tegmasin oilamizga. Aytilganda yor yorulala, kelsa yuzloyda kulala. Aytilganda yor yorulala, kelsa yuzloyda kulala. Inoq bo'lar aka ukalar, aqli bo'lib yursa kelinlar. Inoq bo'lar aka ukalar, aqli bo'lib yursa kelinlar. Shodiyona bayramimizga, ko'z tegmasin oilamizga, shodiyona bayramimizga, ko'z tegmasin oilamizga, shodiyona bayramimizga, ko'z tegmasin oilamizga, shodiyona bayramimizga, ko'z tegmasin oilamizga. Endi shu yuragida o'tib borgan bir davra o'yinlarga taklif qilamiz. Endi birgalikda. Bayram yo'qsa. Xushro'y shirin qandina boqi shirin, lablabi bo'lmoqi taboni shirin. Xushro'y shirin qandina boqi shirin, lablabi bo'lmoqi taboni shirin. Xushro'y shirin qandina boqi shirin, lablabi bo'lmoqi taboni shirin. Jon shakar kane xandoni shakar, atri guli yori zaboni shakar. Jon shakar kane xandoni shakar, atri guli yori zaboni shakar. Lablabi bo'lmoqi taboni shirin, atri guli yori zaboni shakar, atri guli yori zaboni shakar. Xushro'y shirin qandina boqi shirin, lablabi bo'lmoqi taboni shirin. Xushro'y shirin qandina boqi shirin, lablabi bo'lmoqi taboni shirin. Hazil mekunam tu araz araz nakuni, chaqirganda yonimga qani go'zali bekuni. Dilam mezanat, voy kuba dilam mezanat. Olov ekan bu qizcha, buncha larobat. Xushro'y shirin qandina boqi shirin, lablabi bo'lmoqi taboni shirin. Xushro'y shirin
شیرین قندی نبات شیرین لبلبی بال ماهی تبال شیرین سیب سیامایش کچکیده قدش من دیوانه قلده بو قرش من دیوانه قلده بو قرش روی شیرین قندی نبات شیرین لبلبی بال ماهی تبال شیرین روی شیرین قندی نبات شیرین لبلبی بال ماهی تبال شیرین Salomat bo'linglar yonimizda. Yaratgan Allohimdan barcha yaxshiliklarni siz uchun so'rab qolar ekanmiz. Bilasizmi, aslida neki taraflar bo'lsa, neki e'tiroflar bo'lsa, hammasi kamdir. Ayollarni mukammal ta'riflash uchun. Izlardan ibo ergishib yurgan. Iboning izidan hatto xayoliy. Ertalab quyoshni qarshilab olgan so'z o'zbek onasi, o'zbek ayoli. Aytingchi, nekimiz bor jannatdan qurda. Yaralgansiz. Yaralgansiz opajonim, yaralgan dildan faqat jo'anis toshdan, jo'anis temirdan. Siz o'zbek onasi, o'zbek ayoli. Ayni mehnatidan qadr topgan kim desa, shubhasiz sizdek farishta onajonlarni ko'rsatamiz. Shunday ekan, keling ushbu kunda yomg'ir bilan yer ko'karsa, duo bilan er ko'karadi deyishdi. Sizni duolarda siylab turgan amajoningiz bor ekanlar. Davrimizning aziz mehmoni, adashmayotgan bo'lsam, amma eshigingga chiroyli tamma deyishadi. Bugun amajoni chiroyli duolarni olamiz-u, sahifamizga yakun yasaymiz. Farog'atxon onajonimiz, keling. Farog'at onajon, umri joningiz uzun bo'lsin. Keling bilan yo'llarda. Assalomu alaykum. Xush ko'rdik, yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Onajonim, bilasizmi, duo qilsa amajonlari barcha yaxshi niyatlar ergashar ekan. Onalarning duosi har nega qodir bo'lar ekan. Uning duosi boshning toji. Uning duosi bo'yin timori. Har bitta onajonlarni aylab g'animat, onalar qilgan duolar oltinidan, durov gavhardan ham qimmat bo'lar ekan. Keling, bugun shunday chiroyli duo qilingki, ijobat bo'lmay qolmasin. Siz qilgan duolar osmonimizda musaffoligi, yurtimizda tinchligi, tinch yurtimiz desa faqat yaxshi kunlar, xayriyatlar ko'payishiga xizmat qilsin. Agar mumkin bo'lsa, yana bir karra qarsagiylarni qarslatib qo'yinglar. Assalomu alaykum, shu yerda o'tirgan mehmonlarimiz bor. Mana bugun og'aynim Shahrijonni tug'ilgan kuni ekan. Shahrijonga uzoq umr tilayman, sog'lik, salomatlik tilayman. Aka ukalar, opa singillar hamisha shuni boshida omon bo'lib yursin, o'zi ham yuzlarga kirsin. Ko'ngillarda nima niyat qilsa, niyatiga yetsin. Ukajonim ham eson-omongina sog' salomat o'ynab, kulib kelsin-da, she'rlarda katta-katta to'ylar bo'lsin. Xolam bilan pochchamni ruhlari qo'llasin. Yotgan joylari jannatda bo'lsin. Bu dunyoda ko'rmagan kunlarni siz ko'ring. Siz nima niyat qilgan bo'lsangiz, niyatingizga yeting. Shu og'aylar boshiga sog' salomat o'ylab kulib yuring. Yuzlarga kiring, sog' salomat bo'ling bizlar baxtimiz. Rahmat onajonim. Tilagimiz duodan ijobat yaratgan Allohimdandir. Sizni ham barcha ezguliklar bilan Allohim siylasin deya eng go'zal niyatlarni bildiramiz. Shahribon opa, xursand bo'ldingizmi? Agar jigarlarni, Nodira opamni, barcha yaqinlarni, jigarlarni, tabriklarni, kutilmagan surprizlar bilan qalbingizga quvonch elini bilgan bo'lsak, biling biz maqsadimizga to'liq erishdik. Shunday ekan, yaratganimdan faqat siz uchun jamiki yaxshilikni, ezguliklarni so'rab qolaman. Shunday ekan, umringiz ziyoda bo'lsin. Rizqingiz butun, aziz boshingiz omon, tolingiz tog'lardan baland, iymoningiz mustahkam, g'ururingiz basalomat bo'lsin. Inshaalloh 100 yoshlarga kirganingizda ham mana shunday jigarlarni, yaqinlarni ardog'ida ardog'lanib yurishdek oliy baxt sizga nasib etsin. Bugun sizga ilinganimiz ushbu tabriklar dildagi eng go'zal ilibnomalar edi. Shunday ekan, opajonim, yaratganimda faqat mana shunaqa chiroyli xonadonlarga qut barokatni so'rab qolaman. Muhtaram aziz mehmonjonlar, har biringlarning xonadoninglarda oilaviy totuvlik, tinchlik, baxt doim hukmronlik qilishini tarafdorimiz.
Oilada muhabbatni, mehrni mustahkamligini yaratgan Allohdan so'rab qolar ekanmiz. Yosh kuninglar ko'p bo'lsin. Yosh kunlarda siz izzatda, biz san'at ahli doim xizmatinglarda bo'laylik. Eslatib o'tamiz bugungi olingan oltin tasvirlarni ijtimoiy tarmoqlar orqali Telegram, Instagram, YouTube kanallarida Nilufar Vlogs yo bo'lmasa bu mening onamdek qidirasiz. Olingan oltin tasvirlardan bahramand bo'lasiz. Qalbingizlar Allohga monatsiz. Siz izlaridan xayrlashmaymiz. Yanagi shirin diydorda ko'rganda ko'rishguncha deb qolamiz. Opamizning shukrona kunlari muborak bo'lsin.